Qani shogirdlar? Shogirdlar tashlab ketibdi ustani. Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka-ukalar, opa-singillar. 2026-yil 5-avgust Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan bir xonadon Marg'iloniy jome masjidi. Tahoratxonamizda ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Ustalardan xabar olaylik qani. Ichkariga kirib olmaylar ustalar. Katta usta bu yoqda ekan. Olmaylar. Mana Ulug'bek usta 3-qatordan yurib qo'yibdi-ku. 4-qator vaziyatda oxiri. Ya 4-qatormi? 4-qator ekan. Ha, bu tomon 3-qator ekanda. Oxirida taqmiz. Yaxshi bo'lyaptimi Ulug'bek? Bu nima qildilar ekan Xatonboy ustani? Qani Xatonboy usta? Ay sen shuni Hatamaga to'y qo'yapti. ha? To'y. Ha, yaxshi. To'y. Xo'sh, bu tomonlari taqator bo'lgan. Asqar usta harba. Bu tomondan bo'ldimi 4-qator ham? Xudo xolasa. Ha, yaxshi. Keyin polga-da, polga. Yaxshi. Taqator bo'libdi-da, bu tomon ham, bu tomon ham. Asqar, xatomni nega tashlab kelding? Atamaga. Bu dansini sunnatlar. Ha, nega gulni yaxshilab hidlayin deb qoldimi debdi. Sunnat to'yi bormi? Yaxshi. Ana shunday ishlar davom etyapti. Nasib qilsa bugun polga tushadi-yu, ustalarim ha. Hasan. Mana bugungi 5-avgust kuni ham kech bo'ldi. Ustalarimiz yon tomonlarini kafillarni yopishtirib bo'libdi. 4-qatordan to'liq yopishtirilgan. At ko'zlarigacha ajoyib chiqibdi. Faqat mana shu oxirgi eshikning at ko'ziga menimcha kafil kerak. 1 donami, 2 donami. Mana buni ham ichkariga olibdi. Yaxshi. Shunda 4-qatordan terilibdi-da. Mana shunday. Bugungi kun ham alhamdulillah kech bo'ldi. Usta bugunga bo'ldimi? Bunga bo'ldi, xudo xolasa. Ertaga bo'ldi. Qani shogirdlar? Hozir aylanish kerak. Shogirdlar tashlab ketibdi ustani. Ha, bugun kunimiz ham kech bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 2026-yil 5-avgust bir xonadon Marg'iloniy jome masjidi.